Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Bugungi videoyimizda siz bilan birga dunyoni larzaga solayotgan texnologiya mo'jizasi deb atasa arzigulik eng kuchli 10 ta jangovar tank haqida gaplashamiz. Tank bu oddiy metal qobig'i emas. Bu harbiy strategiyaning yuragi, jang maydonining qirollari. Ularning har biri o'ziga xos. Kimdir tezlikda yetakchi, kimdir himoyada, kimdir esa halokatli zarbasi bilan mashhur. Bu reytingga kirgan tanklar shunchaki texnika emas, ular har bir detaligacha inson aqlining, harbiy tajribaning va muhandislik mukammalligini o'zida jamlagan mashinalardir. Shu o'rinda bir savol: sizningcha tanklar hali ham urushning eng hal qiluvchi kuchimi? Izohlarda fikringizni qoldiring. Endi esa keling, harbiy texnika olamiga sho'ng'ib, eng kuchli tanklar bilan birgalikda tanishaylik. O'ninchi o'rin VT-4. Bu tank Xitoyning eksport uchun ishlab chiqargan zamonaviy jangovar tanki hisoblanadi. U Pokiston, Tailand va Nigeriyada foydalanilmoqda va arzon narxiga qaramay kuchli salohiyatga ega. Asosiy quroli 125 mm avtomatik yuklovchi qurol, termal nishon olish tizimi, lazerli masofa o'lchagich va reaktiv zirh bilan jihozlangan. Tank zamonaviy jang maydoni uchun yetarlicha mobil va tezkor. Bu tankning afzalligi moslashuvchanlik va narx va sifat nisbati. U ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar uchun eng maqbul tanlovga aylangan. To'qqizinchi o'rin Altay. Altay Turkiyaning milliy harbiy sanoati tomonidan ishlab chiqilgan birinchi yirik jangovar tanki. U asosan Leopard 2 asosida yaratilgan bo'lsa-da, Turkiya uni to'liq o'ziga moslashtirgan. Bu 120 mm qurol, modulli zirh, termal nishon tizimlari va ilg'or aloqa texnologiyalari bilan jihozlangan. Altayning eng muhim jihati, u NATO standartlariga to'liq javob beradi. Bu esa uni xalqaro bozorda raqobatbardosh qiladi. Shuningdek, Turkiya bu tankni eksport qilish orqali mintaqaviy qudratini mustahkamlashni maqsad qilgan. 8-o'rin Leclerc XLR. Leclerc XLR Fransiyaning afsonaviy Leclerc tankining modernizatsiyalashgan versiyasi. U avtomatlashtirilgan tizimlar, yengil lekin kuchli zirh va kompyuterlashgan jang maydoni nazorati bilan ajralib turadi. Quroli 120 mm GIAT qurol yuqori aniqlikda zarba berish va harakatda o'q otish imkonini beradi. Bu tankning eng katta afzalligi tezlik va muvozanat. U og'ir emas, ammo yetarlicha himoyalangan va samarali. Fransuz armiyasi uni 2040-yilgacha foydalanishni rejalashtirmoqda. 7-o'rin Type 10. Type 10, ya'ni Tip 10 Yaponiya tomonidan ishlab chiqilgan eng zamonaviy yengil tank. U tor va tog'li hududlarda tez harakatlana olishi uchun maxsus loyihalangan. Tank modulli zirh, avtomatik uzatma tizimi va kompyuterlashgan jang boshqaruvi bilan jihozlangan. Qurol 120 mm o'zgartirilgan NATO standartlari bo'yicha ishlovchi. Uning eng katta kuchi tezlik va texnologik yengillik. Bu tank bir qarashda kichik, lekin nihoyatda xatarli. 6-o'rin Challenger 3. Challenger 3 Buyuk Britaniyaning yangi avlod tanki bo'lib, hozirda sinov bosqichida. Bu ilg'or modulli zirh, yangi 120 mm Rheinmetall quroli va keng ko'lamli sensorlar bilan ta'minlangan. Shuningdek, u Hunter Killer nishon tizimi, dron aniqlash sensori va haroratga chidamli motor bilan ajralib turadi. Britaniya armiyasi bu tankni 2040-yilgacha asosiy kuch sifatida ko'rmoqda. 5-o'rin Merkava MK4. Merkava o'ziga xos falsafada yaratilgan yagona tank.
Bu jangovar samaradorlik bilan birga ekipaj xavfsizligini eng yuqori darajaga olib chiqadi. Merkava 120 mm qurol, Trophy, aktiv himoya tizimi, zamonaviy sensorlar va orqa eshik orqali yaradorlarni olib chiqish imkoniyatiga ega. Bu tank ayniqsa shahar janglarida yengilmas deb hisoblanadi. Isroil ushbu tankni urushga tayyorlashda har bir detal ustida jiddiy ish olib borgan. 4-chi o'rin K2 Black Panther. K2 Black Panther, ya'ni Qora Pantera, bu nafaqat Koreya, balki butun dunyo harbiy sanoatining faxri. Dunyodagi eng zamonaviy va eng qimmat tanklardan biri bo'lib, bir dona narxi 8 million dollardan ortiq. Tank kuchli 120 mm qurol, avtomatik yuklovchi tizim, aktiv himoya va lazer nishon olish tizimi bilan jihozlangan. Eng qiziq tomoni, K2 o'zini avtomatik ravishda muvozanatga keltirib, hatto harakatda o'q otishda ham aniqligini hech qachon yo'qotmaydi. Shuningdek, u qisqa masofali daryolardan suv ostida yurib o'ta oladi. Bu xususiyat ko'pchilik tanklarda yo'q. K2 texnologiya, harakatchanlik va himoyaning ideal uyg'unligidir. 3-chi o'rin T-14 armata. Rossiyaning T-14 armata tanki kelajakning tanki deb atalmoqda. Bu odatdagi tanklardan farqli ravishda to'liq avtomatlashtirilgan minoraga ega, ya'ni ekipaj minora ichida emas, tank tanasi ichida zirhli kapsulada joylashgan. Bu tankda sun'iy intellekt yordamida nishon olish, radar orqali dushman harakatini aniqlash va aktiv himoya tizimlari mavjud. Quroli 125 mm qurol, lekin kelajakda 152 mm ga o'tish kutilmoqda. Hozircha T-14 ommaviy ishlab chiqarilmagan, ammo nazariy jihatdan bu dunyodagi eng ilg'or tanklardan biridir. 2-chi o'rin Embraer 2 SEP-V3 Abrams. Embraer Abrams urush maydonlarining haqiqiy afsonasi. SEP-V3 bu tankning eng so'nggi modernizatsiyalashgan versiyasi bo'lib, elektron tizimlar, jang maydonini boshqarish, dronlarni aniqlash va kiber xavfsizlik kabi yangi elementlar bilan to'ldirilgan. U 120 mm M246 quroli, termal kameralar, optik ko'rish modullari va urushda o'zini ko'p bora isbotlagan reaktiv zirhga ega. Bu tank Iroq, Afg'oniston va boshqa mojarolar zonasida o'z kuchini amalda ko'rsatgan va hanuzgacha dunyoning eng ishonchli jangovar mashinalaridan biri sanaladi. Va nihoyat biz 1-chi o'ringa yetib keldik. 1-chi o'rinni Leopard 2A7+ tanki egalladi. Ushbu tank Germaniyaning texnologik g'ururi, NATO armiyalarining eng ishonchli tayanchidir. U 120 mm Rheinmetall 55 quroli bilan qurollangan. Har qanday masofada dushmanni aniqlik bilan yo'q qila oladi. Tankda eng zamonaviy optik va termal nishon tizimlari, kuchli kompozit zirh va aktiv himoya mavjud. Bu tankning eng katta yutug'i. Hamma narsadan ozgina, lekin juda sifatli. U himoyada kuchli, qurolda aniq, harakatda esa chaqqon. NATO uni shunchaki tank emas, balki harakatdagi qal'a deb ataydi. Xullas do'stlar, siz bilan eng kuchli, eng ilg'or va eng xavfli 10 ta tankni birgalikda ko'rib chiqdik. Bu texnik oddiy po'lat emas yoki oddiygina bir temir emas. Bu strategiya, xavfsizlik va kuch ramzidir. Sizningcha bu ro'yxatga yana qaysi tank kiritilishi kerak edi? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosish va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling.